$85,000 ga Mirobod tumanidan 2 sotixli 5 ta xonasi bor hovli topib qo'yganmiz, hurmatli obunachilar. Toshkent vokzalidan 15 daqiqalik yo'l masofada joylashgan, yon atrofi ko'rishingiz mumkin. Mana shu hovli bo'ladi. O'rtoqlar, yonida maktab, bog'cha, ya'ni hamma sharoitlari bor, korzinka bor. O'zim ham mana shu yaqin atrofda turaman. Yaxshi joy, lokatsiyasi. Endi uyimizning ichiga kiramiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, kirganimizda 2 sotixli yer o'zi, uyimizning egalari mana shu joy yopib, oshxona qilib qo'ygan ekanlar. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa holatda endi oshxonaga hozir kiramiz ichkariga. Agar xohlasanglar, o'zingiz uchun sharoit qilib, mana shu joyni ochib yuborsanglar ham bo'ladi. Bemalol mashina qo'yib, bu tarafga tapchan qo'ysa ham bo'lar ekan. Endi uyimizning egalari o'zlari uchun mana shunaqa oshxona qilib sharoit qilib olgan ekanlar. Bu tarafda mana kichkinaroq hovlisi qolgan va bu tarafda alohida vanna va hojatxonasi bo'ladi. Endi asosiy xonalarga kiramiz. Remontlarni ham ko'rishingiz mumkin, yashash uchun tayyor holatda bo'ladi. Bu tarafda birinchi xonamiz, kattagina yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda bo'lsa uyimizning kattaroq mana shu mehmonxonasi bo'ladi. Va kladovka ham bor ekan, kichkinaroq. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatda uyimizning hol qismini ko'rishingiz mumkin. Endi xonalarni ko'rsatib beramiz. Birinchi xonamiz mana bitta yotoqxona bo'ladi. Mana shunaqa holatda. Va ikkinchi qavatimiz uchun bu yerda mana sanuzel qismini ko'rishingiz mumkin. Hojatxona qilib qo'yishgan. Va keyingi xonamiz, ikkinchi xona yana bitta mana shu yotoqxonamiz bo'ladi. Oxirgisi yana bitta kladovka qilib qo'ysa ham bo'ladi. Kichkinaroq bitta xonamiz. O'rtoqlar, yaxshi lokatsiyadan mana shu hovlimizni ko'rsatib berdik. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastga telefon raqamini yozib qo'yamiz. Telefon qilinglar. E'tiboringiz uchun rahmat.